Tangırtaq to'rining xabarda bildirishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilish salmoqini uzluksiz oshirgan bo'lib, yaqinqi necha yilda g'oyat zo'r miqdordagi elektr energiyasi Xitoy o'lkalariga yetkazilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Sharq Turkistonning Qumuldan Xitoyning Jingjo'gacha bo'lgan alayda yuqori besimliq turaqliq tok yetkazish qurilishi ishlab chiqarishga kirishtirilgandan tortib hozirgacha bo'lgan 7 yil ichida Xitoyga to'shilgan umumiy tok miqdori 237 milliard 241 million 900 ming kilowatt soatga yetgan. Bildirishicha, Sharq Turkistonning Qumuldan Xitoyning Jingjo'gacha bo'lgan alayda yuqori besimliq tokini Xitoyga yetkazish qurilishi 2014-yil 27 yanvardan boshlab ishga kirishtirilgan. Xabarda yana aytilishicha, 237 milliard 241 million 900 ming kilowatt soatlik tokni Xitoyga yetkazish orqali Xitoyning o'rta qism rayonidagi karbon 4 oksid qo'yib berish miqdori 190 million tonnadan ortiq, go'ngur 4 oksidi qo'yib berish miqdori 1 million 800 ming tonnadan ortiq, azot oksidlarining qo'yib berish miqdori 1 million 540 ming tonnadan ortiq azaygan. Angliya parlamentining yuqori palatasi 27 may dunyodagi irqiy qirg'inchiliklar haqida munozara elib berib, Angliya hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishga, ularni jazolashga chaqirgan. Bu Angliya parlamentining bu yil 22 aprel Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan keyin tunji qatim bu qirg'inchilikning sodir qiluvchilarini javobgarlikka tortishni muzokara qilishidir. Yig'inda yuqori palata a'zosi Lord David navbatdagi hukumatning bu masaladagi pozitsiyasini tanqidlab, uning nima uchun hozirga qadar Xinjiangni jazolamaganligiga savol qo'ygan. U embargoning Hong Kong valisi Carrie Lamga yurgizilib, Tibetning sobiq partkom sekretari, hozirgi atalmish Xinjiang partkomining sekretari Xinjiangga yurgizilmaganligi bag'alitilik degan. Yuqori palata a'zosi Lord John Barrowen hukumatning irqiy qirg'inchiligini sud belgilasin degan maydonini tanqidlab, Rossiya bilan Xitoy rad qilgan ahvolda siz buni sud qaror qilsin deyolmaysiz. Chunki bu ahvolda hech qanday sud bu deloni ko'rib chiqmaydi degan. Xabar qilinishicha, Xitoyning 4 dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqi dengizga talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Okinawa o'lkasining Nahava rayonidagi 21-rayon dengiz qirg'og'i muhofazat markazining xabariga qaraganda, Xitoy igidorchiligidagi paraxotlar Yaponiyaning zamin putuligiga xiloflik qilgan. Aytilishicha, tunugun atgan soat 3 atrofida talash tortish qo'zg'agan Senkaku oroli atrofida aylanib yurgan ikki paraxot rayonidagi Otsuru orolining shimoliga 20 kilometr yaqinlashgan. Shu yer vaqti atgan soat 9 atrofida yana ikki Xitoy paraxoti bu rayonga kelib charlayotgan boshqa paraxotlarga qo'shilgan. NHK ommaviy radio shirkatining xabariga qaraganda, Xitoy bayrog'i esilgan paraxotlar bu yil talash tortish qo'zg'agan Senkaku atrofida 18-qatim Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Uruguaydagi tadqiqotda ko'rsatilishicha, Xitoyning Sinovac vaksinasi 2 qatimdan emlangandan keyin kasalning oldini olishda 57% unumli bo'lgan. Sinovac vaksinalari hozir Turkiyada vaksina emlash faoliyatida ishlayapti. Egilishicha, Dunyo sog'liqni tashkiloti Xitoy virus vaksinasining unumining tuvan chekini 50% belgilagan. Chilidagi tadqiqotlar Sinovacning 2 qatim emlangandan keyin 67% unumli bo'lganligini isbotlagan. Fransiya axborot agentligining xabariga qaraganda, 1-may vaksina emlash boshlagan Uruguay Səhiyyə Ministerligi doklad tayyorlab, Sinovac bilan vaksina emlangan 712 ming odamni tekshirgan. Buningga asosan Sinovac vaksinasining 2 xil virusi kasallikning oldini olishda 57% unumli bo'lgan. Halbuki o'lishning oldini olish nisbati 97%, og'ir kasalliklarni davolash unumi 95% ga yetgan. Olam boshliqi funkt qurilishini nishon qilgan Xitoy bu planning bir qismi sifatida Tianzhou 2 yuk to'shig'uvchi olam kemisini muvaffaqiyatli qo'yib berganligini e'lon qildi. Tianzhou 2 Xitoyning janubidagi Xaynan o'lkasidagi Winchang qo'yib berish markazidan uzun safar Y3 tipli to'shig'uvchi raketa bilan qo'yib berilgan.
qo'yib berilib 604 sekunddan keyin olam kemasi raketadan ayrilib orbitaga kirgan. Dastlabda bu olam kemasining 5-oyning 20 kuni qo'yib berilganligi e'lon qilingan bo'lib, texnik masala sababidan oxirgi paytga kechiktirilgan. Tianzhou 2ning qo'yib berish eg'irligi 13,5 tonna bo'lib, 6,9 tonna yuk tashiy oladi ekan. Tianzhou 2ning Xitoy olam punktining yadroliq modeli Tianhe bilan uchrashib, qattiq detal va material yordam bilan moy qochilaydiganligi va orbitada ba'zi sinoqlarni elib berishi planlangan.